Abu Jahlning mag'lubiyatga tan bermay, jon jahli bilan qarshilik bildirganligi. Ammo bu qitimqi urushning bosh jinoyatchisi Jallod Abu Jahl ibn Hisham o'z qo'shonining saflaridagi yemirilish va patparaqchilik alomatlarini ko'rib, bu xil foydasiz iqimning oldini olmoqchi bo'ldi. Ha deb qo'shinni ilhomlantirib, ularga buyruq tushirdi va Suraqaning xoinlik qilganligi sizlarni umidsizlantirmasin. U degan Muhammad bilan oldin kelishib olgan planliq suiqasd Shayba, Utba va Validlarning o'ldirilganligidan qo'rqib, o'diqib ketmanglar. Ular aldirab ketdi. Lat va Uzza bilan qasam qilamanki, biz ularni arg'amcha tanalar bilan bog'lab elib ketishimiz kerak. Hech qaysinglar ulardan bir odam o'ltiribla bo'ldi qilmanglar. Ularni asir elinglar. Biz ularga yomonlik oqibatini rosa bir tuntib qo'yayli, deydi. Lekin uning mug'ambarligi va ko'rangligining haqiqiy abdibashirisi tezla oshkorlanib qoldi. Uzoq o'tmay uning ko'p sonli qo'shini musulmonlarning shiddatli hujum oldida parchalanishga boshladi va uning to'pida patparaqchilik yuz berdi. Uning yanida faqat bir qancha mushriklar qolib qolgan bo'lib, uning atrofiga qilish nayzlar bilan mustahkam bir qo'rg'on shakllantirgan edi. Lekin musulmonlarning shiddatli hujumining behayvat to'lqini oldida bu qo'rg'onlarmi buzib o'tildi va nayzi qilishlari qochoqlab tashlab o'tildi. Dal mushu chaqda bu qonxo'r jallod to'pi orasida oq tugidak echilib qoldi. Musulmonlar uning ot ustida chepib yurganligini ko'rdi. O'lim ikki ansoriy azmatning qo'li bilan uning qinini ichishga intizor edi. Abu Jahlning o'ltirilishi. Abdurrahman ibn Avf mundoq deydi. Abdurrahman ibn Avf mundoq degan: Badr kuni men sabti turib o'tatdim. Shunda qarasam, o'ng yenimda bir, sol yenimda bir, ikki ansoriy yigit paydo bo'ldi. Go'yo men bularga ishonmay qoldim. To'satdan ularning birisi yana birisidan yo'shirgandek qilib, "Ey tag'a, menga Abu Jahl deganni ko'rsatib qo'ygan bo'lsangiz", dedi. Men uningga, "Inim, uni nima qilasan?" desam, u anglashimcha u Rasulullohga qattiq aziyat qilar ekan to'q. Xap, bugun uni ko'ribli qoladigan bo'lsam, ikkimizning birisi o'lim sharobini tetimog'icha uni qochirib qo'ymayman, dedi. Men buning jasoratiga rostilla ajablandim. Shundoq turatdim. Meni yana birini o'qidi va oldinqiga o'xshash bir gapni qildi. Uzoq o'tmay Abu Jahlning dushman to'pi ichida o'ngga, so'lga qatarab yurganligini ko'rdimda, yilqi ikki yigitga, "Ko'rdinglarmi? Ana avu sizlar izlamoqchi bo'lgan odam shu", deb Abu Jahlni ko'rsatib qo'ydim. Shuning bilan ular qilishlarini o'ynatib, Abu Jahl bor tarafga uchqandek yurib ketdi. Har ikkalan uni tangli urib yiqitdi. Ondan qaytib kelib Rasulullohga ma'lum qilishdi. Rasululloh uni qaysinglar o'ltirdinglar deb so'ragan edi. Har ikkilisi, "Ey Rasululloh, men o'ltirdim", deyishdi. Rasululloh, "Ikkinglar tang soldinglarmi ya?" deb so'radi. Ular, "Yo'q", deb javob berishdi. Bu chaqda Rasululloh ularning qilishlariga qarab, "Ikkinglar tang uribsizlar", dedi va urushdan keyin Abu Jahldan o'lja ilingan narsalarni Muaz ibn Amri ibn Jamuh, ya'ni mazkur ikki yigitning biriga buyurib berdi. Chunki ularning yana biri keyin jang davomida mushriklar tarafidan shahid qilib etilgan edi. Ibn Ishoqning rivoyatida Muaz ibn Amr ibn Jamuh mundoq degan: "Men kishilarning Abu Jahlning qishiga hech kim yetib bora olmaydi deganligini anglab qoldim. Chunki u bu chaqda necha yuzlagan mushrikning qatma-qat nayzi qilishlaridan shakllantirilgan kuchlik temir rishatka istikomi bilan mudofialanib olgan edi. Men bu gapni anglagandan keyin Abu Jahl bilan bevosita berib elishishni birdan bir nishonim qildim. Shuning uchunla ko'rash qildim. Hatto bir chaqda menga uning bilan bevosita elishish imkoniyati tug'ilib edi. Butun kuchim bilan etildim va bir qilich uribla uning bir putini uzib tashlab etdim. Alloh bilan qasam qilamanki, uning putining uzilgan qismi bozg'an ostidan uchgan xurma urug'chilarga o'xshash chachrab ketdi. Muaz mundoq deydi: "Bu chaqda Abu Jahlning o'g'li Ikrama menga qilich urdi. Uning qilichi mo'ramgila tekkan bo'lib,
bir qo'limni mo'ramdan yerim ajratib etdi. Uni faqat biqinimning ozroq terisila tutib qolgan edi. Uni harakatlantirishga qat'iy mumkin bo'lmadi. Butun bir kun ashu bir qo'limni so'rab yurib jang qildim. Oxiri bo'lolmay, engishib turib, kesilgan qo'limning uchiga butun kuchim bilan mahkam dassadimda bir tortqancha uni uzib tashlab etdim. Ondan uning yenidan, ya'ni Abu Jahlning yenidan Muavviz ibn Afra o'tibdi va uni qilichlab ozroq jinini qo'yibdi. Ondan keyin yana davomli urushib, oxiri shahid qilinib ketibdi. Urush oxirlashgandan keyin Rasululloh Abu Jahlning qandoq bo'lganligiga kim qarab boqadi dedi. Shuning bilan kishilar uni izlab taraf-tarafga taradi. Bir chaqda uni Abdullah ibn Mas'ud tepib oldi. Halbuki u oxirgi nafaslarida jon talishib-otdi. Shuning bilan Abdullah ibn Mas'ud uning gajgisiga dasab, qo'li bilan uning soqolidan tutib turib, "Xo'p bo'ldimi, ey Xudoning dushmani?" degan. Abu Jahl, "Nemini? Sizlar mendan katta odamni o'ltirganmi? Yoki sizlar o'ltirgan odamdan katta kim bor?" dedi. Va yana, "Kashki meni dehqondan boshqa biri o'ltirsichu" dedi. U yana bir dam to'xtab olgandan keyin, "Ayta, bugun oxirgi hisobda kim g'alaba qildi?" deb so'radi. Abdullah ibn Mas'ud, "Kim g'alaba qiladi? Alloh va Allohning payg'ambari g'alaba qildi albatta" deb javob berdi. U Abdullah ibn Mas'udga, Abdullah uning gajgisiga dasab yerga mixtab turib-otdi. "Ey padichi bola, sen mushu fursatga nima degan tas egi bo'lding-a?" dedi. Aslida Abdullah ibn Mas'ud Makkada ijaraga qo'y boqatdi. Abdullah ibn Mas'ud bu gaplar tugagandan keyin qilich bilan qo'yib Abu Jahlning beshini uzib oldi va uni soqolidan ko'tarib Rasulullohning oldiga ilib kelib, "Ey Rasululloh, mana bu Allohning dushmani Abu Jahl ibn Hishamning kallasi" pokkida yerga tashladi. Rasululloh, "Alloh yakki yeganidir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir" deb 3 qatim takrorladi. Ondan tashakkur aytib, "Allohu akbar. Alloh ulug'dir. Go'zal madhiya va hamdu sana Allohga xosdir. U va'dasini ishga oshirdi. U bandasiga yordam berdi. Kuchli qo'shinni Alloh o'zi mag'lub qildi. Yur, uni menga ko'rsatgin" dedi. Shuning bilan men Rasululloh bilan berib uni ko'rsatib qo'ydim. Rasululloh, "Bu ablag' mushu ummatning fir'avini edi" dedi. Bu qitimqi urushdagi imonning karomati. Oldingi boblarda Umayr ibn Humam bilan Avf ibn Haris ibn Afraning ta'sirli ish izlaridan ikkili misolni ko'rsatib o'tdik. Haqiqatan bu jangda sahobalar ajoyib botirlik ishlarni ko'rsatdi. Atalar bollari bilan, akalar ukalari bilan va bularning o'rtasidagi prinsipallik ixtiloflarni qo'llaridagi qilich va nayza keskin ayirib qo'ydi. Ilgari zulmga uchragan o'z andini ilib oldi. 1. Ibn Ishoq Abdullah ibn Abbosdan rivoyat qilgan hadisda payg'ambar alayhissalom sahobalarga urush davomida diqqat qiladigan ishlarni so'zlab, "Men jazm qilamanki, Bani Hashim jamoatidan va yana boshqa jamoatlardan nurg'un kishilar bu yerga majburiy elib chiqildi. Ularning biz bilan urushqisi yo'q. Shunga qaysi biringlar ularga yo'liqib qolsanglar, aldirab o'ltirib qo'ymanglar. Kimdi kim Abul Baxtari ibn Hishamga yo'liqib qolsa, uni o'ltirib qo'ymasin. Abbos ibn Abdul Muttalibga uchrab qolsa, uni o'ltirmasin. Chunki u zo'rlab elib chiqildi" degan. Bu chaqda Abu Huzayfa ibn Utba, "Biz otalarimizni, o'g'il qarindoshlarimizni va urug' jamoatimizni o'ltirdikanmiz-yu, Abbosni o'ltirmay saq qo'yamdikanmiz. Azbiroyi Xudo, navoda men Abbosga o'zim yo'liqib qolsam, uni go'sh yoki qilichimga g'ilab qilyapman" dedi. Bu gap Rasulullohga anglanibdi. Rasululloh Umar ibn Xattobga, "Ey Abu Hafsa, Umarning kunyat ismi. Rasulullohning tog'isiga qilich urulsa bo'lamdi" dedi. Umayr, "Ey Rasululloh, menga ijozat qilsizlar. Men uning beshini olay. U munofiq bo'lay debdi" degan. Abu Huzayfa,
Men shu gapimdan xotirjam bo'lolmayapman. Bu so'zimga faqat Alloh yo'lida shahid bo'lish kaforat bo'larmikin deyman degan. Oxir Yamama urushida shahid bo'lgan. 2. Rasululloh Abul Baxtariyni o'ltirishdan to'sishi. Rasulullohning Abul Baxtariyni o'ltirishdan to'sishi Rasululloh Makkadagi chig'ida u kishilarni Rasulullohga aziyat qilishdan to'satdi va o'zimi Rasulullohga azor bermaydi. Qisqasi, uningga Abul Baxtariydan ozroqmi yomonlik kelmagan edi. Uning ustiga u Qurayshlarning Bani Hashim va Bani Muttalib jamoatlariga yurgizgan iqtisodiy jazonini amaldan qoldirishga yo'l mang'anlardan biri edi. Lekin Abul Baxtari shundoqdimi yanila o'ltirib etildi. Sababi Mujazzar ibn Ziyadil Balavi urush jarayonida Abul Baxtari bilan tiklashib qoldi. Abul Baxtari bilan uning bir sabdishi billa bo'lib, ular bir-biriga hamqon bo'lib urush qilyotdi. Mujazzar dediki: "Ey Abul Baxtar, Rasululloh bizni seni o'ltirishdan to'sdi." Abul Baxtari: "Amsa sabdishim bilan billa qo'yvat" deb turib oldi. Mujazzar: "Yo'q, azbiroyi Xudo uni qo'yvatkili bo'lmaydi" dedi. Abul Baxtar: "Undoq bo'lsa, ikkimiz birga o'limiz" deb qilich sug'ardi. Shuning bilan ikkalan qattiq ilishdi. Oxiri Mujazzar uni o'ltirishga majbur bo'ldi. 3. Abdurrahman ibn Avf musulmon bo'lishning oldida Umayya ibn Xalaf bilan Makkadagi eng qadinas do'stlardan edi. Badr urushida Abdurrahman Umayyani uchirtib qoldi. U o'g'li Ali ibn Umayyaning qo'lini tutib turardi. Abdurrahmanning yanida mushriklardan o'lja olgan bir qancha savut bor bo'lib, u bu savutlarni yutib olgan edi. Umayya Abdurrahmanni ko'ribla: "Meni himoyangga elib olmamsan? Men bu savutlardan ko'p pulga yarayman. Men bugünkidek dishvorchilik ko'rmagan. Süt qaymoqqa hojitinglar yo'qmi? Meni asir elib o'limdan qutuldirgan kishiga tugi to'lab beraman" degili turdi. Shuning bilan Abdurrahman qo'lidagi savutlarni tashlab etib, Umayya bilan uning o'g'lini oldiga selib asir qilib mangdi. Abdurrahman mundoq deydi: "Men Umayya bilan uning o'g'lini ikki biqinimga elib yetilab ketayotsam, Umayya mendan: 'Aranglardagi maydisiga tugi qushining peyni taqib olgan kishi kim u?' deb so'radi. Men Hamza ibn Abdul Muttalib desam, u bizni falokatga yuzlandirguni ashu odam dedi. U mundoq deydi: "Azbiroyi Xudo, men Umayyani oti bola yetilab ketayotdim, to'satdan uni Bilal ko'rib qoldi. Umayya uni Makkada davomli azoblaydi. Shuning bilan Bilal: kufrning kativishi Umayya ibn Xalafmi? Azbiroyi Xudo, agar u sog' qoladigan, men Bilal bo'lmay ketay" dedi. Men dedimki: "Ey Bilal, bu degan mening asirlarim, uningga cheqilma" desam, u: "Agar Umayya qutulib qoladigan, men Bilal bo'lmay ketay" deb turib oldi. Shuning bilan men: "Anglayotamsan, ey qarbosh qerining bolasi, bular mening asirlarim" desam, Bilal yana: "Navoda Umayya o'limdan qutulib qolsa, men Bilal bo'lmay ketay" dedi-de, jenining boricha to'lab: "Ey ansorlar, kufrning kativishi Umayya ibn Xalaf himoyaga elinib oldi. U hayot qolsa, men Bilal bo'lmay ketay" deb cho'qon ko'tirdi. Shuning bilan ular yugurib kelib bizni qo'rshib oldi. Hatto ular bizni qafasga solgandek qimirlamas qilib etdi. Men uni kuchimning boricha qo'g'dab mudofaa qilib atdim. Tuyuqsiz orqadan biraylan Umayyaning o'g'lining putiga qilich urib uzib tashladi. U guppida yiqildi. Umayya o'g'lining yiqilganligini ko'rib, qattiq chirqirab to'lib etdi. Men unda qabih ovozni anglab boqmagan edim. Shuning bilan uningga: "Sana ara tura olmoqdekman. Azbiroyi Xudo, sana nijotlik yo'q ekan" dedim. Uninggacha allaqachon ular bu ota-bola ikkalanga qilich urib, parcha-parcha qilib etib bo'ldi. Abdurrahman mundoq deydi: "Bilalga Alloh rahim qilsinki, u meni savutlarimdan ajratib etdi va asirlarimizni o'ltirib etib, meni hasratda qo'ydi." Zadul Ma'ad degan kitobda qayd qilinishicha, Abdurrahman ibn Avf bu chaqda Umayyaga yotqin degan. Umayya yotqan.
Shuning bilan u o'zini Umayyaning ustiga tashlab qo'g'dimoqchi bo'lgan. Shundaqdimi ular Umayyaga Abdurahmonning yon biqinlaridan qilich sanjib uni o'ltirib etishgan. Hatto ba'zilarining qilichi Abdurahmonning putiga tegib ketib, Abdurahmonni yaralantirib qo'ygan. 5. Shu kuni urush jarayonida Umar ibn Xattob ona taraf tog'isi As ibn Hisham ibn Mughira bilan udul kap qilib, oxiri uni o'ltirib etishga majbur bo'lgan. 6. Abu Bakr Siddiq o'g'li Abdurahmonni to'lab, u shu kundagi jangga mushriklar tarafidan turib qatnashgan edi. "Ey xabis, mol-mulklarim qani?" deb so'ragan edi. Abdurahmon otasiga "Qoldi nayza, qoldi tulpor janggohda men mingili, qoldi xanjar ozg'un qeri o'ltirgili" deb javob berdi. 7. Muhojirlar o'ltirishni tashlab uchirganni bog'lab asir elishga boshladi. Bu chaqda Rasululloh qo'mondonlik shtab ichida turib Sa'ad ibn Ma'az shtab darvozasi oldida qilishni tutib muhofizatchilik qilib Rasululloh Sa'adning chiroyida ularning bu qiliqiga norozilik ifodasini ko'rib qoldi-da, "Ey Sa'ad, ularning bu qilganlariga norozi bo'lyapsan?" deb so'radi. Sa'ad, "Shundoq, ey Rasululloh, bu Allohning mushriklarga bergan tunji zarbisi bo'lgandikin, meningcha bularni rahim qilmay o'ltirish, ularni hayot qoldirgandan ko'p yaxshi edi" dedi. 8. Shu kuni urush davomida Ukasha ibn Mihsanning qilichi sunib ketib, Rasulullohning yoniga keldi. Rasululloh uningga bir dona yog'och chumoqni tutqizib, "Ey Ukasha, mana buning bilan jang qilgin" degan edi. Ukasha elqi yog'och chumoqni elib bir shiltividi. Chumoq uning qo'lida uzun, parqiroq, po'lat tig'liq shamsharga aylandi. Shuning bilan Ukasha urush oxirlashguncha shu shamshar bilan jang qildi. Uni keyin Avun, yordam, ya'ni yordam deb atagan edi. Shuningdan keyin Ukasha shu shamshar bilan nurg'un janglarga qatnashdi. Hatto u Abu Bakrning davridagi murtadlar urushida shahid bo'lgandimi, shu shamshar uning qo'lida edi. 9. Urush oxirlashgandan keyin Mus'ab ibn Umayr Abdari musulmonlarga qarshi jangga qatnashgan qarindishi Abu Aziz ibn Umayr Abdariga uchrab qoldi. Bir ansari uning qo'lini bog'lab, yolab elib ketayotdi. Mus'ab ansariga uning qo'lini obdan bog'lag'in. Onisi puldor xotin, sana to'lam berib qutuldirib oladi, dedi. Abu Aziz Mus'abga, "Mushumu qon qarindoshlarning bir-biriga deydigan so'zimi?" degan edi. Mus'ab, "U, ya'ni ansari mening qarindishim, sen bilan qarindosh emasman", dedi. 10. Rasululloh mushriklarning jasad toplarini quduq o'raklarga tashlab etishga buyurdi. O'liklar qatorida Utba ibn Rabi'a, ya'ni Abu Huzayfaning otasimi so'rab akilib quduqqa tashlandi. Bu chaqda Rasululloh Abu Huzayfaning chiroyida o'zgacha g'amkinlik alomatlarini sezdi-da, uningdan "Otaning ahvoliga iching og'riyotamdi?" deb so'radi. Abu Huzayfa, "Yo'q, azbiroyi Xudo undoq emas. Men otamning bu holiga va uning o'ldirilganligiga boshqacha qaramayman. Lekin men otamni aqlliq ham fozil kishi deb qaraydim. Shunga uning bu xislati uni islomga hidoyat qilib akrar deb orzu qilatdim. Men uning musulmon bo'lishini shuncha orzu qilganimning aksicha uning kufri yo'lida o'ldirilganligini ko'rib qayg'urdim", dedi. Shuning bilan Rasululloh uningga xayrlik duo qildi va chiroyli tasalli berdi. Ikki tarafdan o'lganlar. Urush mushriklarning fojialik mag'lubiyati va musulmonlarning mutlaq ustunligini egallab g'alaba qilishi bilan oxirlashdi. Musulmonlardan 14 odam shahid bo'ldi. Ularning 6si muhojir, 8i ansari edi. Ammo mushriklar eng zo'r chiqim tortdi. Ulardan 70 kishi o'ltirilib, 70 kishi asir elindi. Ularning to'lisi harbiy qo'mondon va katavashlar edi. Urush chang to'zonlari pasayib, jang maydoni ochildi. Rasululloh shtab uyidan salmoq qadam bilan tushib kelib, o'liklarning yanida to'xtadi va "Sizlarning payg'ambaringlarga qilgan muomalanglar nima degan qo'pol edi? Sizlar meni inkor qildinglar. Boshqalar e'tirof qildi.
sizlar meni tashlavatdinglar, boshqalar yordam berdi. Sizlar meni yurtimdan chiqarib tashladinglar, boshqalar meni orig'i ilib joy berdi, dedi. Ondan buyruq berib, o'liklarni Badr quduqlaridan bir quduqqa tashlatqizib Abu Talha rivoyat qilgan hadisda Badr kuni Rasululloh buyruq berib, Quraysh qatavashlaridan 24 odamning o'likini Badrning sesiq maynat quduqlaridan bir quduqqa tashlatqizib U bir qavm ustidan g'olib kelsa, shularning mahallasida 3 kun turadi. Bu qatimmo urush oxirlashib, 3-kuni bo'lib edi, tuga uloqlarni to'qishga buyurdi. Shuning bilan tugilar to'qilib tayyorlandi. Ondan u tugisini yetilab mangdi. Sahobalar uning kaynidan agishib kelyotdi. Hatto bir chaqda elqi quduqning yeniga berib to'xtadi va o'liklarni ism famillari bilan qo'shib chaqirib, "Ey palonining o'g'li Pustoni va Pustonining o'g'li paloni, endi Alloh va uning payg'ambariga itoat qilmaganliginglarga xushal bo'layotamsizlar? Biz Rabbimizning va'dasining rostligini bildik. Sizlarmi Rabbinglarning va'dasining rostligini bildinglarmi?" dedi. Ömer radhiyallohu anhu Rasulullohning oldiga kelib, "Ey Rasululloh, jonsiz jasadlarga gap qilib nima qilasan?" dedi. Rasululloh: "Alloh bilan qasamki, ular texi sizlardanmi obtarroq anglaydi, lekin javob qaytara olmaydi", dedi. Da'vat yo'li to'silganda kafirlarga qilich bilan urush ochgan Rasululloh ushbu yo'l